Assalomu alaykum, men Saidov Islambek. Asaka shahrida yangi ochilgan Saidov School xususiy maktabining asoschisi bo'laman va men hozir sizlarga xususiy maktabimiz haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Saidov School rus maktab bo'lib, darslarimiz 8 dan 4 gacha davom etadi va ikkita metodika asosida darslar olib boriladi. Birinchi metodikamiz IB xalqaro metodikasi bo'lib, ikkinchisi Gostandart metodikasi orqali darslar olib boriladi. IB xalqaro metodikasi bu farzandingizni lider qilib tarbiyalaydi. Birorta muammolarga uchrasa, u muammolarga yechim topishni o'rganadi, yangi o'rgangan narsalarni boshqalarga o'rgatishni o'rganadi va o'zini qadriyatga ega bo'lgan tafakkurini kengaytirgan holatda biz tarbiyalab, lider qilib tarbiyalaymiz. Ikkinchi metodikamiz bu Gostandart orqali darslar olib boriladi. Davlat maktablarida qanaqa fanlar bo'lsa, bizda ham xuddi shular olib boriladi. O'qituvchilarimizga kelsak, juda ham malakali, 20 yildan beri ish faoliyat olib borayotgan ustozlar, misol uchun Gulnara Vahobovna, Olga Viktorovna, Sayyora Muradovna kabi ustozlar bizlarda ishlaydi va asosiy darslardan keyin bizlarda qo'shimcha darslar bo'ladi. Rus tili, ingliz tili, robototexnika bo'ladi. Bilasizlar, robototexnika bu bolani ijodkorligini oshiradi. Bizning xususiy maktabimizda 2 mahal ovqat berilib boriladi va bu 2 mahal ovqatni bir hafta oldin sizlarga menyular tashlanadi. Menyu bo'yicha ovqatlar berilib boriladi va sizlar ovqatni qanday tayyorlanayotganini va farzandinglar qanday ovqatlanayotganini kuzatib borishga imkoniyatlar bo'ladi albatta. Bundan tashqari dars jarayonlarini ham sizlar onlayn ravishda ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Yana bir qulayliklarimizdan biri, bizda transport xizmatlari ham joriy etilgan. Ertalab farzandingizni olib kelib va darsdan keyin uylariga eltib qo'yamiz albatta. Bizning xususiy maktabda bitirgan 1-sinf o'quvchilari boshqa maktabda 1-sinf o'quvchilari bilan albatta ajralib turadi. Tarbiyasi bilan, xulqi bilan, disiplinasi bilan va albatta ta'limi bilan. Va biz buni sizlarga kafolatlaymiz. Ko'rib turganingizdek, xususiy maktabimiz to'liq jihozlanmagan hozirda, lekin o'quv yilini boshigacha to'liq jihozlab, yaxshi sifatli ta'lim berishga tayyor bo'ladi. Sizlarni Saidov Schoolda kutib qolamiz. Kelinglar, ko'ringlar va to'liqroq ma'lumot olish uchun xohlasanglar qo'ng'iroq qilinglar, xohlasanglar xususiy maktabimizga kelib ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi.